Halima Xudoyberdiyeva 1947-yil 17-mayda Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanida dunyoga kelgandi. Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan. Saodat jurnalida adabiy xodim bo'lim mudiri, bosh muharrir o'rinbosari va bosh muharrir, Yoshlar nashriyotida bo'lim mudiri, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi, Yozuvchi nashriyotida yetakchi muharrir, Sanam jurnalida bosh muharrir o'rinbosari, 2004-yildan 21-asr gazetasida bo'lim muharriri bo'lib ishlagan. Halima Xudoyberdiyevaning ilk she'rlari o'quvchilik yillarida Yangiyer tumani gazetasida bosilgan. Shundan keyin uning ilk muhabbat, Oqolmalar, Chaman, Suyanch tog'larim, Bobo quyosh, Issiq qor, Muqaddas ayol, Bu kunlarga yetganlar bor kabi, Yo'ldadirman va boshqa she'riy kitoblar nashr etilgan. Halima Xudoyberdiyevaning she'rlari ko'plab xorijiy tillarga tarjima qilingan. Tofo Minulining Alla piyesasi uning tarjimasida O'zbek Milliy akademik drama teatri sahnasida qo'yilgandi. Fazu Aliyeva, Silva Kaputikyan, Ibrohim Yusupov ijodidan tarjimalar qilgan. Halima Xudoyberdiyeva birinchi chaqiriq Oliy Majlis deputati, Hamza nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti laureati edi. Oshiqlaring poyingda gul otib ham bo'ldi, xilvatlarda labingdan bol totib ham bo'ldi va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Avval kel ey quchog'imga to'l balq dedilar. Unamading ayol o'zi ters xalq dedilar. Icholmagach yuz o'girib sho'r talq dedilar. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. 12 oy birda ishlaydi, faqat ishlab ko'ngil xushlaydi. Imoratning loyin mushlaydi, bolalarini tishlaydi. Go'daklari to'qmas qushlaydi, Turkistonning onalarini. O'g'li Bobur Hinsori bosdi, qaytarmoqqa yetmadi dasti. Nodirasin jaholat osdi, jaholatga bor erur qasdi. Yuragini armon ishlaydi, Turkistonning onalarini.